Assalomu alaykum azizlar. M8 Plus modelimizdan sotdik. 6 ta batareykali. Xudo xolasa variantga qilib berdik. 13 million so'mga qilib berdik. 3 millionini to'lovini xudo xolasa mana shu xatta qiladi. Aka, sog' bo'lasizlar. Yaxshi kuninglar xizmat qilsin. Mayli aka. Ho. Xudo xolasa variantga qilib berdik. Zo'ridan. Salafan yo'q bu. Salafani kelmay qoluvdi shunga. Salafan sizni 13 million so'm naqd pulga qilib berdik. Naqd pul deyman variantga. 3 millionini shu hafta bersa, xudo xolasa qolganini oyma-oy 1 milliondan chiqarib berdik. Bu o'zimizni hamshaharlarimiz uchun, boshqa viloyatlar uchun ishonch orqali yo boshqa firmalar orqali chiqarib bera olamiz. O'zini puliga chiqmaydi, faqat qimmatroqqa chiqadi. Kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Agar mana shu holatdagi skuter bo'lsa, tentimiz bor 600 ming so'mdan. Tent sotamiz. Mana bunaqa holatda skuter uchun boshqa firmalarnikini qilib bera olmaymiz. Mana shu Seven Motors degan firmanikini qilib bera olmayman. Boshqa firmalarga dastavka pulli bo'ladi, Toshkentgacha, Voha taraflarga Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Abu Sahiy, Sobir Rahimgacha dastavka qilib bera olmayman. Undan u yog'iga o'zingizlar taksilarga jo'nat chiqarishib yuboradi. Pullik dastavka ham yoki bo'lmasam BTS orqali chiqarib olishim mumkin. Mana bunaqa zo'ntigimiz ham bor. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa.